Bugun qabulda bir 4 tacha autism spektr buzilishi bilan bolalar bo'ldi. Albatta bularni to'ralasi ZPRR tashxisi bilan birortasiga autism spektr buzilishi qo'yilmagan. Eng qizig'i va alam qiladigan joyi birortasiga ABA terapiya tavsiya qilinmagan. Bir ikkitasi logopedga borgan, lekin hammasi shu ko'rsatkich lecheniya olib yurgan. Nima uchun autism spektr buzilishini to'g'ri tashxis qo'yish muhim? Sababi ota-ona ko'proq faqat bolam gapirmayapti deb shikoyat qilib keladi. Lekin kuzatsangiz, shu o'zini maxsus testlaridagi savollarni bersangiz, bolada muammo faqat nutqda emas, tushunishida ham, ijtimoiy sohada ham borligi aniq bilinadi. Misol uchun, bugungi bolalarning ota-onasi bolada shunaqa autism spektr buzilishiga o'xshash belgilar bor desam, "Ya doktor, men o'qidim, unaqa narsa yo'q" dedi. Keling tekshiramiz deb shu bir anaqa storiesda qo'ygandim. Maxsus belgilar bor, ранние признаки. Olib birma-bir ko'rsatib chiqdim. Mana ko'z kontakti bormi? Yo'q. Jestlari bormi? Yo'q. Nutqi bormi? Yo'q. Stereotiplari bormi? Bor. Bolalar qo'shilib birga o'ynaydimi? Yo'q. O'sha mana 8 ta belgini 6 tasi plus. Bu ZPRR emas, bu autism spektr buzilishi. Endi nima uchun to'g'ri tashxis qo'yish kerak? Ba'zi ota-onalar yillab logopedda yuradi faqat. Logoped u alohida mashg'ulot. Autism spektr buzilishida ko'proq ABA terapiya, Teach, Floor, Dirtan shunaqa maxsus mashg'ulotlar bor. Neyrokorreksion mashg'ulotlar plus sensor integratsiya ko'proq kerak va effekt bo'ladi. Faqat logopedga borib yurgandan ko'ra. Birga qilsa zo'r. Lekin o'sha narsa asosiy qolib ketadi, logopedda yuradi. Keyin ko'p ota-onalarda mana bolangiz ZPRR desa yaxshisiz, bolangizda autism spektr buzilishi bor desa yomon doktorsiz. Bu umuman noto'g'ri. Sizga to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri yo'nalish bergan yaxshimi yoki ZPRR deb 5-6 ta dori yozib berib chiqarib yuborgan yaxshimi? Mana bugun kelganlar ikkitasi yig'lab ukol olyapti, stressga tushib qolyapti deydi. Nima kerak bor stressda? O'zi stressli bola bo'lsa. O'shaning uchun autism spektr buzilishini to'g'ri tashxislash bu prognozga ta'sir qiladi, mana keyin yaxshi bo'lishiga va shu tadbirlarni to'g'ri tanlashga juda muhim ahamiyatga ega.